Mujik bilan sen tug'ilganingda otang yurtga osh bergan, to'y bergan. O'g'lim katta bo'lsa haqiqiy erkak bo'ladi, haqiqiy mujik bo'ladi degan. Qancha umidlar bilan seni katta qilgan. Katta bo'lsa o'g'lim meni bu problemalarimni yechib, bu poложенияларdan olib chiqib, meni orzularimga o'g'lim yetkazadi deb o'ylagan. Asan xarib bo'lsa, abedgacha uxlab, abeddan keyin debil o'rtoqlaring bilan ichib, chekib, hatto yo'q qancha qizlar orqasida itga o'xshab yugurib, kuchukchasi bo'lib, umringda PUBG'da, Counter Strike'da o'tkazyapsan. Shu ham erkaklikmi? Yo'q-da biladi. Ko'pchilik erkaklar mujiklar bilan, dadasiga bilan mashinalarni podarka qilgan paytda bilan, asan tvar bilan ularga to'lqa negativ olib kelyapsan. Shu ham erkaklikmi? Kommentariyaga negativga shoshilmasdan giba o'tgan hayotingga bitta yaxshilab nazar solgan. 3 marta, 2 marta hayot berilmaydi. 1 marta beriladi, haftaga 1 marta. Boshqa imkoniyating bo'lmaydi. 80 ga kirganingdan keyin meni 10 yil orqaga qaytaringlar desa, umuman iloji yo'q. Ashqobog'ingni yaxshilab ishlab, tormoz, qarib, ko'zingni och. Nima deb so'ksang so'k. Gaplarim yolg'on bo'ladigan bo'lsa, qayerdadir xato gapirgan bo'lsam kommentariy yoz. Bemalol meni so'kishing mumkin. Faqat xato gapirdim-a? Qatta.